shimlar bepul bo'ldi. Men seni otang emasman. Shu paytgacha yoshirib. Olib bir yo'qqa. Ye. Yongan tegning. Ko'zingga ke. Talat brendda shimlar bepul ekan. Ana shunday. Saqid Zarafshondan Sumga qarab shunday qaytasiz. 50 metr yurganingizdan keyin o'ng qo'lingizda Talat brendning yangi filiali ochildi o'rtoqlar. Tabriklashlaringiz mumkin. Shimni tekinligi rost o'rtoqlar. Faqat videoni oxirigacha ko'ring, qarang. Hozirgi mavsumiy oyoq kiyimlar. Ko'ryapsizmi? Katistrachani 89 ming so'm. Не только bu. Любой oyoq kiyimingiz, прям любой 89 ming so'm. Qo'y joyiga qo'y yo'qal berdan. Qanday yoqasiz futbolkalar ko'rishlaringiz mumkin. Mana hammasi katistrning 89 ming bo'layam. Namolisi ketavsin tog'ajon. 400 mingdan ham sotibdi mana shu xaladokchalarni. Zakonni 89 ming so'm. Не только bu, любой mana yengsiz dvoykalar bu, troykalar bu. Bularni qarang, 89 ming so'm. Kачествоga gap bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar. Kulminatsiyaga keldik o'rtoqlar. Ana endi Talat brendning yangi filiali ochilish munosabati bilan ana shu shimlar sizlarga tekinga beriladi. Qanday qilasiz? Talat brend mana shu filialga kelasiz, ya'ni Tumdagi filialga kelib, siz xohlagan ikkita mahsulotni sotib olishingiz kerak. Xohlasangiz ikkita futbolka, xohlasangiz bitta futbolka, bitta obuv. Uchinchisiga sizlarga mana shunaqa shimlarimizdan 5000 tadan ortiq bor. Bittasi tekinga beriladi. Aksiya 21-maydan 23-maygacha bo'lib o'tadi o'rtoqlar. Aynan mana shu filialda, ya'ni Tumdagi filialda hammani kutib qolamiz. Keling, keyin meni razmerim qolmabdi, unaqa bahonalar o'tmaydi. Shu uchun vaqtliroq kelib, mahsulotingizni olib keting. Biz qolganiga javob beramiz. Sizlarni Talat brendda kutib qolamiz. Keling.